Tanimadi. Anu Aydilla esimdan chiqib qoladi manada. Anu espas qizmanda. Shu kimdirlar bilmasin deb o'zgartirgansiz-ku sizlar. Да, конечно, man. Man. Bo'ldi, bosing azizki. Nima jonim demaysiz? Joningiz emasman-ku men. O'qimayapti-ku. O'qiyapman. O'qiyapman. Bo'la aka, siz nima jimsiz? Yo'q, balkonim bilan sizga gaplashib, batl o'ynagim kelyapti. Hozir kelaman. Nima qilib kelasiz? Qayerga ketyapsiz? 97-yilman. 28 yoshman. Привет. Anaqani o'rischani yaxshi bilmayman. Ja zo'r bilmayman. Shuning uchun menga harakat qilinglar o'zbekcha yozishga. Dadasi, assalomu alaykum. Asal ekansiz, rahmat. Rahmat, kattakon. Tojikchachi yo'q. 007 ga emasdan, boshqa qapaman. Meni fanatda qoldirib ketdingiz. Salomlashdik bo'ya deylar. Qachon? Men hozir ochdim efirni. Rahmat. Addoshi. Voy, bilmadingiz? Men bilmayman-ku, qaysi nima profil. Shekarim yaxshi qizmish, qasaskor, iflos. Balkon, assalomu alaykum hammaga. Menichi, bunda drakon ura kutib olmaysizlarmi? Nimaga? Hech gap yo'q aka, tinch. Yuraman. Dam oldim efirdan. Malibu aka, rahmat. Necha kundan beri endi ochdim. Dam oldim-da, mazza qilib dam oldim. Ishlarim bor edi, qilib oldim. Drakon nima u deylar. Siz bilmaysiz, kim bilsa ham siz bilmaysiz. Dadasi, sizga 100 talik uravering, yarashadi sizga. Siz Ozoda degan donatriz profilingiz bormi? Yo'q, meniki emas. Og'aniki. Menda unaqa profil yo'q. Yangiman-ku, hecham. G'irt eskisiz. Eppa eskisiz. Nima menga yolg'on gap